Men keldim. Xayriyat, qayerda yuribsiz? Ozgina ushlanib qoldim. Bemor ichkarida yuring. Qocha, bu veterinar-ku. Oyimni masrari bo'lmayotganiga doktor chaqirdingiz deb o'ylaman men. Otni mazasi yo'q, uning ko'ynimga sig'adimi? Yo'qol ko'zim ko'rinma. Bor kir. Hadi, men o'qishga ketdim. Men aytgan gaplarni anu sud teyinga yetkazib qo'ygan. Xo'p. Kirasanmi? O'lib qolsa ot ketdingmi? Odamsiz sut dedilar. Nima unaqa deydilar? Bilasiz, odam otlarga qiziqadilar. Chavandoz bo'lganlar. Kuyovim hech bo'lmasa ot minishni bilsin deyaptilar. Harakat qiling. Bo'ldi, o'rganaman. Aka, menga o'tkazma. Turay tuqqaning yoniga o'zi asab buzilib turibdi. Shu kunlar ham boshimda bormidi? Adasi, o'g'lingiz jinni bo'lib qolganmi o'zi? Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chavag'on boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Bo'lmadi bu. Haqiqatni o'rganish kerak. Ne chaqiruvding? Ot kerak. Yozdim, men tanishim bor. 99 813 0003. Ismi Nozik. Yo, tushunmading. Unda nima arzoni bor xolising? Menga ot kerak, haqiqiy minishga. Voy, shunaqa demaysanmi? Yoz ol bittasi nomerini. Ertaman aytsang, shundoq kirib o'rishadi. Bo'tga hammani ham kirg'izurmayman, ukam. Pulingiz bera olmadi? Shuning uchun ham kiryapsan-da, mayli yur. Bo'tda hammasi palon pulli zotdorotlar. Ishlamaydimi? Kuchumas ot bu. Bularcha sen cho'milmagan shampullarda cho'miladi. Sen bormagan joylardan yemlar olib kelinadi. Germaniya, Polsha. O'z borganmisiz? Ya, meni vaqtim yo'q. Otlarga qarashim kerak. Menga qara, otga minishdan oldin o'zingga o'rgat. O't-bo'tdan sila. Mabodo qo'rqadigan bo'lsang, ot srazu biladi. Ya, unaqa qo'rqadigan bola emasman, aka. Bo'pti, unda ichkari kirib tur, men egar olib kelaman. Yuvosh, ishlamaydi, tepmaydi meni. Ne quloq tikka bor. Sekin. Tur, nima qildi? Tepdi. Otga hech narsa qilmadimi? Menimcha noto'g'ri joyini silab qo'ydim. Tur, harakat bor ekansan. Tur. Menimcha ikkita qo'rg'am sindi-yov. Siqilmasang-chi, boshida o'zi shunaqa bo'ladi. Wow. Qizimmi? Yo, xo'jayini qizi. Voy, xo'jayini qizi. Qachon keldi bu? Bonu! Voy, o'chir, jinnimisan, terpilab olayotgansan. Bonu! Nima ekanmi? Bonu! Bekor qirg'izim, o'chir. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ot mingani keldim. Kim kirgizdi sizni? Manmodan. Yaxshimisiz? Ya'ni eski qilig'ingizni boshlabsiz-da. Aqllilik ko'rmang, xo'p. Xo'jayinimchi siz emas, adingizlar. Ha, yo'q, hammasini adamlarga aytib beraman. Nimani aytasan? Xotiningiz tovulan tuxumini sotayotganini, otlarni yemidan urib qo'yotganingizni, puliga odam kirgizayotganingizni. Dashsan o'ring? Hammasini bilar ekansiz. Ha, bilaman. Ishingizni qiling. Xo'p. Qalaysan? Men uchun harakat qilayotganingizdan xursandman. Mana shu hammasi sizlarnikimi? Shunaqa. Mana shunaqa otxona qurgandan ko'ra uylar remont qilsa bo'lmaydimi? Xo'p. Nima deysan endi? Adam bor butlarni shotga tikkanlar. Tushunarli. Ot minishni o'rganasizmi? O'zi shanga keldimi? Ketdi. Birinchi bo'lib ot tanlab olamiz. Adini joylari yurib bu otni tanlasam bo'ladimi? Ha, sizga VIP. Voy, men buni tanladim. Mayli. Otga minishdan oldin u bilan gaplashish kerak. Ot bilan nimani gaplashaman? Bo'pti, qarab turing, men ichkaridan yuganni olib chiqay. Qo'lim, o'zingni ko'rsatgan payting keldi. Nima bo'ldi? Xavotir olma, yaxshimi? Xavotir olmayman, ot qani? Qochib ketdi. Qayerga qochib ketadi? Bilmayman. Soting. Sut emas, iflos ot ekan. Ot aytmayman, siz aytmayman, turing.
Ay, berim chiqib ketdi. Qatdan qidiramiz? Xavotir olma, mashinaga o'tir. Qanaqa mashina? Mashinangiz yo'q-ku. Mana kim mashinasi? Adamniki. Adamniki. Adam? Bu nima qilyapti bu yerda? Siz bilan gaplashgani keluvdilar. Bo'pti, ofisga chiqib turlaring, otlarimni tomosha qilib boraman. Ada, ertalabdan beri kutyaptilar. Birinchi shu ishni hal qila qolaylik. Sovqatib ketdim-da. Birinchi yuvinsin, ket. Nima qilyapsiz? Adamni chalg'itish kerak. Boring gaplashing. Ofisingiz zo'r ekan. Hamma ot o'zingiznikimi? Mana men bu ot Turkmanistondan kelgan. Bunisi toza polskiy, 150 ming dollarga bermadim. He, sotib olib uyiz remont istsangiz bo'lar ekan. Xo'p, Otxonadagi otlarimni ko'rdingmi? ko'rdim. Ichida bitta eng qimmati bor. Qora emasmi? Ya, oppo. Sen aytayotgan qora bayir bitta kattakonniki. Hamma otlarimni sotsam ham pulim yetmaydi. Oyoqda paypog'i bormi? Ha? Soch uzun. Ha, ko'ribsan-ku. Ko'rdim. Xo'jayin, shep keldilar. Ye? Tez joylarni tayinla. Ovqatlanib pishirib, oshpazlarni chaqirgin tez. Otni ham tarab tez olib chiq. Nima qilib turibsan, bo'l? Ot yo'q. Qanaqasiga yo'q? Vaqt ketadi. Bizni qochirib yubordik. Biza? Mani aloqam yo'q. Siz qochirib yubordingiz. Adam. Bunaqa yuragingiz ushab qolmang. Otim sizga ishonib tashlab ketgandi. Qanaqa qimmatligini bilardingiz. Nimaga unaqa bemas'uliyatlik qildingiz? Sana so'rayman. Zo'raki. Kichkina o'g'lim tug'ilgan kuni bugun ot minaman deb kelyotdi. Endi nima qilamiz? O'g'lingiz necha yosh? 12. Men o'ynataman. Kerak bo'lsa ot bo'laman. Bu ot qanaqa o'tganini bilmay qoladi. Agar bitta muammo bo'lsa, hammanglar kalla ketadi. Shu, Oy ber. shu. Oy ko'tar. Yurjon. To'xta, stop. O'g'lingiz rostdan 12 yoshmi? Ha? 12 yoshdan chog'im. Nima berib boqqansiz? Hadi, gapirmasin, yursin. Ay ko'tar. Shu. Oy ber. Shu. Sekin. Qichimizni bering. Ey, qichim kerak. Kerak qichim. Kerak, to'xtang, stop. Ustimdan tushgan adeni gapim bor. Tushmayman. Tush. Voy, gapim bor. Gap bor ekan, jonim. Adi. Jonim bolam. Jonim bolam. Gapir. Menga 24 soat muhlat bering. Otingizni topib kelaman. Agar topa olmasam, mana shu odam kafir bo'ladi. Oti topib kelsang, qizim saniki. Gap-yu? Ha? Alo, Bonu? O'g'lim aka, topdingizmi? Yo'q, oramizni ochib shuni yetib qo'ymoqchi edim. Bo'pti. Qizing ham, oting ham boshingda qolsin. Menga tinchlik kerak. Bo'pti.